Akam jo'ta o'ylanib o'tiribdi, biz o'ynatgan olib boramikini. Yuringlar bir ko'ramiz. Abdurahmon aka, nimalar o'ylab o'tiribsiz aka? Bir biz o'ynatgan olib borasizmi? Ha, inshaalloh bermas, hozir boraman o'ynatgan. Ketga aka, qayerga boramiz? Jo'ta hazillashyapti shekilli. Go'zal joylar o'ynatgan. Aka qayerga desiz boraveramiz. O'ynatgan olib borsangiz bo'ldi. Inshaalloh birinchi Madinaga boramiz. Birgalikda inshaalloh mana undan keyin Makka mukarramaga boramiz ziyoratga. Undan keyin mana ularni ham tekshiramiz. Mana bizda shunaqa go'zal joylar o'ynatgan bo'larkancha. Xudo xolasa aka boramiz. Inshaalloh. Undan keyin Alloh nasib qilsa mana hazil bilan inshaalloh hammani Alloh nasib qilsin. Ota-onasini birinchi o'rinda ahli ayol farzandlari bilan do'st birodarlarni ham olib esdan chiqmasin. Undan keyin mana bunaqa joylarga boramiz. Ularni hali men bilmoqchiman. Bunaqa joylarga borib dam olamiz. Dengiz uylariga, uylariga mana bularga mana rivojdan. Bu joylarga ham boramiz inshaalloh. Inshaalloh boramiz aka. Bunaqa sho'li bir bo'riyani yashaydigan joylarga boramiz. Hozir klientlarni ham boramiz inshaalloh. Bu tomonlarni ko'rsatasiz, bo'lishlarini aylantirib. Xudo xolasa go'zal yangiliklarimiz kelgan. Xudo xolasa narxlari ham o'ta ham hamyonbop. Chiroyli narxlarda Xudo xolasa kelaverasizlar. Qayfu qurilish mollariga hammalarini birgalikda olib boramiz inshaalloh o'ynatgan. Bosing.